Amerika yil boshidan o'z rejalarini birin-ketin amalga oshirishni boshladi. AQSh Venesuela prezidenti Nikolas Maduroni o'z uyidan osonlikcha olib qochib, uni Amerika sudi qo'liga topshirdi. Endi Maduroni qanday jazo kutyapti? U o'limga hukm qilinadimi? Maduroning hokimiyatdan ag'darilishi va Venesuelani vaqtincha Amerika qo'liga o'tgani ortidan AQShning navbatdagi ehtimoliy nishonlari Eron, Kuba va Grenlandiyada ham xavotirlar oshib bormoqda. Endi Amerika bu davlatlarni ham bosib olmoqchimi? Joriy yilning 2-yanvaridan 3-yanvarga o'tar kechasi AQSh prezidenti Donald Tramp Venesuela rahbari Nikolas Maduroning amerikalik harbiylar tomonidan asirga olinib, mamlakatdan olib chiqib ketilganini bildirdi. Tramp bu haqda Trassa ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida yozib, AQSh Venesuelaga va uning yetakchisi Maduroga qarshi keng ko'lamli operatsiyani muvaffaqiyatli o'tkazganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Maduro rafiqasi bilan birga qo'lga olingan va keyin Venesueladan olib chiqib ketilgan. Shu yerda savol tug'ilishi tabiiy. Qanday qilib bir katta mustaqil davlatning prezidentini o'z uyidan osongina olib qochib ketish mumkin? AQSh razvedkasi ushbu qochish rejasini amalga oshirishdan oldin Maduroning harakatlarini bir necha oy davomida kuzatib kelishgan. Ammo Donald Tramp hujumni boshlash buyrug'ini berganida mutlaq qat'iyat operatsiyasi atigi 150 daqiqa davom etgan. AQSh generali Dan Keyinning so'zlariga ko'ra, ular sobiq rahbarning qayerga ko'chib o'tgani, qayerda yashagani, qayerlarga sayohat qilgani, ovqatlangan va ishlagan joylari haqida ma'lumotga ega bo'lishgan. Shanba kuni erta tongda kutilmagan hujum Maduro va uning rafiqasi Silvia Floresni hibsga olinishi bilan yakunlandi. New York Times gazetasining xabar berishicha, Markaziy razvedka boshqarmasiga Maduro haqidagi barcha ma'lumotlarni uning shaxsiy xavfsizlik xodimi berib borgan. Xoin tansoqchi Markaziy razvedka boshqarmasiga shifrlangan kanal orqali Maduroni uxlab qolgani va uning tansoqchilari dam olayotgani haqidagi xabarni uzatgan. Maduroning yotoqxonasi va unga ulangan bunker xonasining ulkan po'lat eshiklari qulflanganda va ochilganda ma'lum vaqt sarflangan. Aynan o'sha ma'lum vaqt ichida Delta Force maxsus kuchlari Maduroni qo'lga olishgan. Ha, shunga aytsa kerak-da, o'zimdan chiqqan baloga qayga boray davoga. Tramp aytganidek Maduro bunkerga kirishga harakat qildi, lekin shunchalik tez yugurdiki, ulgurmadi. Agar bunkerga kirgan taqdirda ham uni butunlay yo'q qilib yuborishlari mumkin edi, deydi. Xabarlarda aytilishicha, Amerikaning Venesuelaga bo'lgan harbiy amaliyotida 80 nafar kishi qurbon bo'lgan. Bu voqealardan Venesuela xalqi hayratga tushgan deb o'ylarsiz? Aslo unday emas. Aksincha, aholi prezidentni hibsga olgani uchun Trampga rahmat aytib, xursandchilik namoyishlari o'tkazishmoqda. Hammadan iltimos qilaman. Boshingizni amerikaliklarga faqat neft kerak, faqat bizning boyliklarimiz qiziq degan gaplar bilan qotirmang. Sizningcha bu yerda yillar davomida ruslar va xitoyliklar nimani xohlashdi? Bizning Makka jo'xori lipyoshkalarimizning retsepti nima? Mustahkamlangan xavfsiz xonaga qochishga uringanlarida qo'lga olingan bu juftlik hozirda New Yorkdagi hibsxonada saqlanmoqda va ularga giyohvand moddalar terrorizmi ayblovlari qo'yilmoqda. Kokain AQSh uchun aslida muammo emas, gap neft haqida ketyapti. AQShning Venesuelada olib borayotgan operatsiyasi narkotrafikka qarshi kurash bilan emas, balki neft manfaatlari va g'arbiy yarim sharda yangi tartib o'rnatish istagi bilan bog'liq degan fikrlar ham paydo bo'lmoqda. Ammo AQSh davlat kotibining so'zlariga ko'ra, Amerikaga Venesuelaning nefti kerak emas ekan. Bizga Venesuela nefti kerak emas. Bizda yetarlicha neft bor. Amerika Venesuela neft sanoatini Washingtonning raqiblari tomonidan nazorat qilinishini istamaydi. Shuningdek, Tramp bunday murakkab ishni amalga oshirish imkoniyatini qo'ldan boy bera olmasligi va kerak bo'lsa buni yana qilishda Amerikani hech kim to'xtata olmasligi haqida gapirib, hech qaysi davlat Amerika kabi qudrat va imkoniyatlarga ega emasligini ta'kidladi.
Qo'shni Lotin Amerikasi mamlakatlari, shuningdek Venesuelaning uzoq muddatli ittifoqchilari Rossiya va Xitoy ham ushbu harakatlarni qoraladilar. Xitoy suveren mamlakat va uning prezidentiga qarshi kuch qo'llanishdan chuqur hayratda qolganini va qattiq qoralashini aytdi. Shu o'rinda Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasida davom etayotgan cho'zilib ketgan urush haqida ham so'z ochib, Putindan mamnun emasligi va eng oson hal bo'ladigan mojaroga hozirgacha barham bera olmaganini aytdi. Nazarimizda Tramp Putinga davlatni egallash mana bunaqa bo'ladi deya isbotlab qo'ygandek. Ukraina prezidenti Zelenskiy Kiyevda bo'lib o'tgan brifingda Venesueladagi mojarolarga o'z fikrini bildirdi. Agar diktatorlar bilan shunday muomala qilish mumkin bo'lsa, demak Amerika Qo'shma Shtatlari keyingi qadamda nima qilishni biladi. Buning ortidan Ukraina ommaviy axborot vositalari Zelenskiy bu gapi bilan Putinga ishora qilganini bildirishmoqda. Trampning Maduroni qo'lga olish bo'yicha amaliyot o'tkazish haqidagi qarori uning kuchni qonundan ustun qo'yishini anglatadi va normalarni mensimaydigan va shaxsga yo'naltirilgan tashqi siyosatni namoyon etadi. Bunday harakatlar demokratiyani himoya qilish deb hisoblanishi mumkin emas va xalqaro munosabatlar uchun xavfli holatni yuzaga keltirishi mumkin. Shuningdek, Tramp Venesuelani xavfsiz, tartibli va to'g'ri hokimiyatga almashguncha boshqarishini ma'lum qildi. Maduroning hokimiyatdan ag'darilishi va Venesuelani vaqtincha Amerika qo'liga o'tishi ortidan AQShning navbatdagi ehtimoliy nishonlari Eron, Kuba va Grenlandiyada ham xavotirlar oshib bormoqda. Biz ko'ramiz, biz vaziyatni juda diqqat bilan kuzatib boryapmiz. Agar ular ilgargidek odamlarni o'ldirishni boshlasa, Qo'shma Shtatlar ularga juda kuchli zarba beradi. So'nggi kunlarda Tramp AQSh Erondagi norozilik namoyishchilarini himoya qilishga tayyor ekanini bildirgan. Grenlandiyani har qanday vosita yordamida egallash bilan tahdid qilishda davom etgan. Bizga Grenlandiya foydali qazilmalar uchun emas, milliy xavfsizlik uchun kerak. Bizda foydali qazilmalar va neft qazib olish uchun juda ko'p joylar bor. Bizda dunyodagi istalgan mamlakatdan ham ko'proq neft mavjud. Bizga Grenlandiya milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan zarur. Bundan tashqari, matbuot anjumanida Tramp bu ro'yxatga Kubani ham qo'shib, bu davlatdagi holat Venesueladagiga juda ham o'xshash ekanini va AQSh Kuba xalqiga yordam bermoqchi ekanini aytib o'tgan. Bunday xavotirlar tarqalgan bir paytda AQSh prezidenti maslahatchisining rafiqasi Keti Miller Grenlandiya xaritasini AQSh bayrog'i ranglarida e'lon qilib, unga tez orada degan izoh qoldirgan. Bunday ehtimoliy nishonlar paydo bo'layotgan bir paytda boshqa davlatlarda ham xavotirlar avj olmoqda va olomon Amerikaga qarshi neft uchun qon to'kmaslik kerakligi yozilgan bannerlar bilan norozilik chiqishlarini namoyish qilmoqda. Maduro va rafiqasining sudi 5-yanvar kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tdi. Tez orada ular AQSh hududida va Amerika sudlari oldida javob berishadi. Butun AQSh Adliya vazirligi nomidan prezident Trampga Amerika xalqi nomidan mas'uliyatni talab qilishdagi jasorati uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman deb yozdi AQSh bosh prokurori o'zining X ijtimoiy tarmog'ida. Xabarlarga ko'ra, Nikolas Maduro Nyu-York sudida tarjimon xizmatidan foydalanib, ispan tilida chiqish qilgan. U shuningdek hozir ham Venesuela prezidenti sifatida qolayotganini qo'shimcha qildi. Reutersning xabar berishicha, Nikolas Maduroning rafiqasi Silvia Flores ham Qo'shma Shtatlarda narkotik moddalarning noqonuniy aylanmasi bo'yicha ish doirasida o'zini aybdor deb tan olmasligini bildirdi. Maduro AQShda o'lim jazosiga hukm qilinadimi? Agar AQSh sudi Venesuela rahbarini unga qarshi e'lon qilingan ayblovning 4 bandi bo'yicha aybdor deb topsa, Maduroga eng oliy jazo chorasi sifatida o'lim jazosi tahdid solishi mumkin deya xabar bermoqda The New York Post nashri. Dunyoning diqqat e'tibori Maduroning taqdiri nima bo'ladi degan savolga qaratilgan. Ishtahasi tobora ochilib borayotgan AQShning navbatdagi nishonlari borasida ham turli bahslar yuzaga kelgan. Voqealar rivojini Demokratus sahifasida kuzatib boring.